modomiki biz demokratik jamiyat qurmoqchi ekanmiz, demak demokratik jamiyat degani bu erkinlik ustiga quriladigan jamiyat bo'ladi bu jamiyat. Ya'ni agar erkinlik desa, kechirasizlar, ertaga toqat qilishinglar kerak boshqa tomonlariga. Ya'ni agar erkinlik desa, kechirasizlar, ertaga toqat qilishinglar kerak boshqa tomonlariga, marhamat qilib. Buni ko'riboq ba'zilaringiz ha ijodda deyishingiz va ba'zilaringizni esa ko'ngli aynishi mumkin. Bugun ijodkor nomi ostida shu va shunga o'xshash millat ildiziga bolta urayotganlarni ko'rib chiqmoqchimiz. Bularning buzuqlikka to'la san'atlarini tanqid qilmagan odam qolmadi. Biz esa bemaza kontentlarini tahlil qilish o'rniga fikringizni muhimroq tarafga qaratmoqchimiz. Bu masalaga kengroq nazar tashlashingizni so'rab qolamiz. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarni egallab olgan bachkana va saviyasiz qo'shiq hamda kliplarni sanab adog'iga yetmaysiz. Bunday axloqsizliklarning ko'payishiga madaniyat vazirimiz aytganidek, talabning oshishini ham qisman hissasi bor. Lekin nega endi biz talabning o'rnini muqobil yaxshi variantlar bilan to'ldirishga qodir bo'la turib, bunday rasvogarchilikka yo'l qo'yishimiz kerak? Endi talab bor ekanda deb yoshlarimizning fitrati buzilishiga qo'yib beramizmi? Butun xalqqa madaniyatda, axloqda o'rnak bo'lishi, ularga milliyligini eslatib turish kerak bo'lgan odam bunday gaplarni gapirishi aslo yarashmaydi. Nahotki siz vazir bo'la turib, bunday millatni sharmanda qilayotganlarni tiyib qo'ya olmasangiz, axir bu sizning burchingiz emasmi? E'tiboringizni vazirimiz aytgan demokratiyaga qaratmoqchimiz. Demokratiya bu xalq hokimiyati degani emasmi? Ya'ni barcha islohotlar xalq manfaatini ko'zlab bajarilishi, qonunlar esa xalqning asosiy qatlamini inobatga olgan holda tatbiq etilishi kerak emasmi? Yoki erkinlik ketini ochib chiqib qo'ldan kelgancha behayolik qilishmi? Yoki milliy qadriyatlarini chetga uloqtirib, madaniyatimizga tupurib qo'ygan holatda fahshga yo'l ochib berishmi? Yoki siz aytgan erkinlik qo'shtirnoq ichidagi ijodkorlar uchunmi? Qo'shig'ida bir-ikki diniy kontekst ishlatgani uchun siquvga olinsa, millat uchun harakat qilib o'z haqqini talab qilganda jinoyatchi bo'lsa, bunda erkinlik faqat buzuqlik uchun bo'lib qolmaydimi? Kechirasiz. Biz bir guruh axloqsiz insonlar sabab hamma narsaga ruxsat berishga majbur emasmiz. Bu demokratiya tamoyillariga to'g'ri kelmaydi. San'at sohasini tushunmaganlar, yarim soat ishlamagan odamlar ham o'zini fikrini bildirib, haqoratlab gapirasizlar. Xo'p, negativ bildirsanglar, madaniyat bilan bildiringlar. Rast nima deydi, chegara, uyat, ibo hayoni bilsanglar. Sizlar ham xuddi shunaqa murojaat qilib ibo hayo bilan gapiringlar. Siz ibo hayo haqida gapirmay qo'ya qoling. 2-3 maqoladan boshqa milliy madaniyatimizga qo'shgan hissangiz dog'dan boshqa narsa emas. Inson o'zini tuhmat o'rniga qo'ygandan so'ng malomatchining malomatidan nolimasin. Ana endi biroz muddat o'tdi, o'zingizlar ko'rdinglarki, erkinlik bersa nima bo'lar ekan. Ya'ni ijodni mutlaq erkin qo'yib yuborsa, qayoqqa qarab ketishi mumkin. Chunki ijod bu pichoqdek gap. U qassob qo'liga tushsa qo'y so'yadi, u jallod qo'liga tushsa jinoyat qiladi. Ha, mana shunday. Ijodni biroz bo'sh qo'ysak, arqondan uzilgan buzoqday shataloq otib ketadi. O'zingizdan qolar gap yo'q. Chora ko'rilmas ekan, bu kabi qo'shtirnoq ichidagi ijodkorlar millatni kun sayin tubsiz botqoqqa tortib boradi. Bir qo'shiqni ma'nosini ham tushunmasdan eshitib like bosgan uchun tiyilib qo'yilar ekan-u, nega endi bularni cheklash yo'q? Aslida cheklanish kerak bo'lgan materiallar bular emasmi? Tushunmasdan naqorati uchun eshitganlar qamaladi-yu, haqiqiy madaniyat kushandasi bo'lganlarning esa mushugiga birov pish demaydi. Ta'bir joiz bo'lsa, shunaqa misol keltiraman sizlarga. Qora loyihalarga deylik, qora loyihalarga tikilayotgan pulni hisob-kitob qilish kerak. Qilsa bo'ladi uni bugun. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda umuman barcha mana shu kontentlar nuqtai nazaridan ob'yomini bir tahlil qilsa bo'ladi. Qancha mablag' sarflanyapti qora kontentlar uchun deylik. 100 karra ko'p oq kontentlar uchun mablag' ajratish kerak bo'ldi. Mana shu to'g'ri yechim deb o'ylayman. Menimcha 100 karra ko'proq mablag' ajratish yechim emas. Shunchaki saviyasiz ma'naviy buzuq materiallarni cheklashni o'zi kifoya. Chunki yoshlarga ma'naviy ozuqa o'z vaqtida berilmas ekan, ular buning o'rnini ma'naviy sayoz bo'lgan, saviyasiz narsalar bilan to'ldiradi. Bu buzuqliklarning oldida 20 yillik tarbiya ham bir zumda parokanda bo'ladi.